Всем привет, мои qadrli любимчиklarim. Bizda gaz yo'q, uy shunaqa sovuq, sovqotib ketyapman bor-ku. Bugun sizlar bilan Gendraytivizmi aeroportgaman. Bugun uchaman. Deyman, albatta hazil. Xolam kelyapti, Umra safaridan kutib olgan boramiz. Shu dvoykani kiymoqchi bo'ldim. Birinchi ip turgandek bo'ldi, lekin qarasam yo'q. Dazmollab keldim, lekin g'ijimi uncha ketmadi dazmollasam ham. Bilmadim nimaga. Qanday qilib perexod qo'yishni bilmadim. 1-2-3 dinda shunday yugurib borib kiyib oldim. Boshim yuvilmagan qaranglar. Sovuq 3 kundan beri gaz yo'q, sovuqligiga boshim ham yugim kelmadi. Uning ustiga oshqozonim og'rib qolgan, sovuqda gripp bo'lib qolganman, nima qilishni bilmadim-da 2 kundan beri ro'mol o'rayapman. Lekin ro'mol o'rab yurish menga yoqyapti, mazza ekan. Qaranglar, chiroyli turdi, o'zimga yoqdi. Moslab ro'mol o'rab oldimda, shartta sumkamga nima solishim kerak? Grippman albatta, burnim artgani, ro'molcha solishim kerak. Mana pomadaga nima bor ekan? Pomada surganman-ku baribir ko'chada, tavba qildim men. Keyin shattallatib atirlarimni sevib oldimda. Keyin nima qilishim kerak edi? Maslarga betda esimdan chiqib qolibdi, sumkamni taqib bay debam, keyin esimga tushib ketdi. Ustimga kiymaymanmi dedim. Yugurib borib o'shalar bandi xalatga o'xshatgan paltoyimni shartta kiyib oldimda. Keyin o'zimga kelib turib, men ketdim endi, paka dedim, bay.